Ana kuni mahallada raisni ko'rib qoldim. Ozgina suhbatlashib qoldik. Keyin bitta amaki o'tib ketdi. Amaki kelmaysizmi? Maylis qilishimiz kerak edi. Nimaga desa, ajrimlar ko'payib ketyapti. Keyin so'radim-da, nima bo'lyapti o'zi desam, o'sha bizning mahallamizda bu yil 16 ta ajrim bo'ldi. Bitta mahallada. Nechta mahalla bor desam, Shayxontohurda 50 ta mahalla bor edi. Butun shahar, Toshkent shahrida 500 tadan ziyod mahalla bor ekan. Toshkent shahrida bir yilda 8000 ta oila ajrashayotgan ekan. Keyin endi shu ajrashish mobaynida endi janjallar bo'ladi, mahallaga chiqadi, shu bittasini aytib beryapti. Bir yil ham yashamagan. Yashamayman deyapti, qaynona zolim deyapti. Keyin qaynonasi aytibdi, "Hop," deyapti, "menga keltirib ber," deyapti. "Nima zolimlik qildim senga?" "Nima sabab ajrashyapsan?" Deyarli sabab yo'q. Keltirib bera olmayapti. Ilgari qanaqa bo'lgan ilgari? Ilgari bundan-da battar bo'lgan. Ilgari ko'chalarni supurgan, kirlarni qo'lda yuvishgan, qaynonalar battar zolim bo'lganda. Ilgarilarga shu haykal qo'yish kerak ekanda. Idish-tovoqni mashinka yuvyapti, kirni mashinka yuvyapti. Ko'cha supurish yo'q, suv sepish yo'q. Ilgarilar sahardan turib qanday shu ishlar? Hamma yashagan, ajrashishlar bo'lmagan. Nega hozir bunaqa yengil bo'lib ketdi hammasi?